Bloger bo'lish shartmi yo'qmi? Do'stlar, ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli mana shu Gipki Kamin ustalari Dadaxon va Hayotbek bizani onlayn blogerlik kursimizda o'qigan shogirdlari. Hozir endi bular bir-biriga shogird bo'lib ketgan. Dadaxon, qanday qilib bir-bilan tanishgansizlar? Assalomu alaykum, avvalambor. Oybek aka, biz sizni kursingizda o'qib turib, biznes boshlash kursingizda o'qib turib, tanishib qolganmiz. Keyin Hayotbek kelib menga shogird tushgan. Shu bilan birga savmesni ishlayapmiz. Shu Gipki Kamin sohasi bo'yicha ishlayapmiz. Hozir mana aka-ukadan ham yaqinroqmizda biz. Ketganmiz. Kechasi soat 1mi, 2mi telefon qilaveradi, tortinmasdan kirib ham kelaveradi eshik tepib. Mana xuddi shu ahvol. Namanganga borib bemalol bezovta qilaveraman. Sohatining farqi yo'q. Bular blogerlik kursida ham o'qishgan. Hayotbekda puliga baraka kanali bor. Nechta obunachi bor? Pulingizga baraka 20 mingtadan. 20 mingta kanali bor. Sizniki Gipki Kamin 3,5 ming, 3,5 mingta kanal bor, lekin zakaz ko'payib ketsa, mana do'stlar, hozir mana shu necha ming kvadrat metr udurlang? O'pishimi? O'pishini sanovi yo'q. Sanovi yo'q, o'rtashadi. Xo'p, kursning natijasi nima bo'ldi? Kursning natijasini aytadigan gapingiz bo'ldim. Ustoz doim shug'ullik qilaman. Ming bor uzr. 2019-yil $3000 qarzim bor edi. Oybek akaning kurslariga qo'shildim. Blogerlik kurslariga qo'shilib, biznesga qiziqib ketib qolib, biznesda Rossiyada ishlayib yurar edim. $3000 ochiq qarzim bor edi. O'zbekistonga kelib, arzimagan pulni tikib, ustoz sababli Dadaxon akani topib, yaxshi natijalarga erishdik. Mana 21-yil, 22-yilmi? 22-yil oldi. 22-yilda kelib, mana bu 25-yil, 3 yildagi natijalari mana Xudo xolasa. Hop, do'stlar, natija ho'n etdi, ikkita turibdi. Mana uni ikkovi asha natija, mo bola bas, bola bo'yda, bu endi asha orqadagi ikkita jentra mana shu shogirdlarimiz bolalarining natijasi. Mana yana bitta shogirdimiz batda foyda o'z yuribdi, narda Ahadjon yuribdi. Xo'p, blogerlik kursi bizani shogirdlarni faqat blogerlikni o'rgatmaydi, bizda har xil turdagi kasblarni birlashtiradi, do'stlar. Mana do'stlar, o'z fikrlaring endi blogerlikka o'qimoqchi bo'layotganlarga. Pul tikkan, cho'chiganlarga ayamasdan pul tikish kerak. $1000, $2000 ishtima bo'lmay qoladi. Natijani oldida. Inshaalloh kursga qo'shilib turib, tikkan pulingizni 1 barobar emas, 100 barobar topasiz. Men kafil bo'lib, garantiya berib ayta olaman. Agar siz kursga qo'shilgan pulingizni chiqara olmasangiz, men sizga o'sha pulingizni qaytarib beraman. O'zim qaytarib beraman. Bu shogirdlar bular mana. Bular hammasi Shu blogerlik odamga nima beradi o'zi? Qarang, odamga nima beradi? Blogerlik. Mashina beradi, oxirgi telefon beradi, undan tashqari yaxshi kiyim beradi, pul beradi, hamma yo'q beradi. Bu blogerlikni berish uchun ustoz beradi. Ustozni bilimi kerak bo'ladi. Xullas o'qisalar ham bo'ladi. Bitta narsa bor. Bloger bo'lsangiz eng bez odam bo'lasiz. Eng bez odam bo'lasiz. Mana hozir loy bilan suv olib keldik, bitta tosh bilan hozir devorni xo'rlaymiz. Mana shunaqa narsalarni bizdan chiqadi. Lekin tirikchilik zo'r, Xudoga shukr. Rossiyaga borib $500-600 ga qo'pol qilib aytganda xafa bo'lmanglar. Birovga ishlash shart emas. O'zingizga bek, o'zingizga xon bo'lasizlar. Birinchi Oybek ham aytganda men ham shammonim to'g'risi. Hozir Xudoga shukr, bitta jentra, bitta Cobalt oldik. Onamni, buvamni umraga jo'natdik. Xudo xolasa bu Ahadjonniki, bizniki qora, bitta qora jentra olganmiz, Xudoga shukr. Bundan keyingi niyat bu yil dom bilan bitta Tracker yo Malibu olamiz degan niyat yuribdi. Xudo xolasa. Shunaqa do'stlar, yana aytgandek, bizning kurs faqat blogerlikni o'rgatmaydi. Bizning kursda o'qiganlar Namangan, Andijon, O'zbekiston, Xorazm, Buxorolik bolalar bor. Butun O'zbekistonda shogirdlarimiz bor. Hammasi bir-biri bilan aka-uka ishlaydi, to'g'risi. Men bilan ham unchalik ko'p gaplashmaydi. Bular ikkovi mana aka-uka bo'lib ketgan. Bittasi Farg'ona, bittasi Namangan. Doimiy 20 kilometr oramiz bor. Mana shu obyektni ham chiroyli xonadonni, mana akamiz ham obunachimiz ekan. Bizga obuna bo'lib, mana shu xonadonni bitkazibdi. Rahmat.